Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizlarda yana aksiya davom etmoqda. Aksiyani videoni davomigacha ko'rsangiz aytib o'tamiz qanaqa shartlari borligini. Bugun obzorimizda mana yangi burchatkalar, biz reklamalarimizni обновление qildik. Sezon oldi, sezon endi boshlanyapti. Sezon boshlanayotgani munosabati bilan, Ramazon hayit munosabati bilan bizlar aksiya e'lon qilganmiz. Aksiya shundan iboratki, 100 kvadrat olgan odamga 2 kvadrat pullikka bonus qilib beriladi. 200 kvadrat olgan odamga esa 4 kvadrat pullikka bonus qilib beriladi. Shunday tekinga. Prosta bitta shart shuki, telefon qilasizlar mana bu pastdagi nomer telefonga va burchatkalardan zakaz qilib qo'yasizlar. Biz bu narxlardan boshlaydigan bo'lsak, burchatkalarimizni mana bu tomonda turgan burchatkalarimiz hammasi narxi 38 ming so'm, 37 ming so'm. Qaysi fasonlardan ma'qul bo'lsa, o'shalardan telefon qilib YouTube'dan, Telegram, farqi yo'q, WhatsApp hammasidan bor. Aloqaga chiqlaringiz batafsil narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlarni birma-bir aytib o'taydigan bo'lsam, Astana jemchug rangda narxi 37 ming so'mdan aloqaga chiqishlaringiz batafsil ma'lumot beriladi. Samarqand hamma biladigan, modadan qolmaydigan burchatkamizdan biri hisoblanadi. Buni fasoni ham, bleski ham juda dahshat narsa chiqadi. Narxi buni 38 ming so'mdan. 20 ga 20 Marokash burchatkamiz. Buni ham qolipchasi o'zini muxlislari bor. Buni ham narxi 38 ming so'mdan. Ichi oqsumen, mramor tosh, bes kraska, o'zi rangi shunday chiqadi bu narsani, tabiiy toshlardan bo'ladi. 20 ga 20 Vietnam jemchug rangda. Xohlasalaringiz mana bunaqa o'rtasini kubik o'ziniki bo'ladi. Xohlasalaringiz kafel variant bo'ladi. Telefon qilsalaringiz batafsil ma'lumot beriladi. Buni ham narxi 38 ming so'mdan. Astana oq. Ko'rib turganingiz juda qadavoy variant. Masalan, devorlaringizda traventin oq ranglarda qilgan bo'lsangiz, Astana oq juda mos keladi. Patoloklaringizni ham tunikafon qilgan bo'lsangiz, oq Astana shunaqa fason bo'lsa agar, juda boshqacha vid berib turadi. Buni narxi keladigan bo'lsa, narxi 37 ming so'mdan. Bu tepadagi burchatkamiz Ala. Andalus burchatkamiz. Narxi buni ham 37 ming so'mdan. Aloqaga chiqsalaringiz kelishtirib beramiz. Buni bilasizki, lekin boshqacha chiqadi-da. O'zingiz baho berishlaringiz mumkin bileslariga. Bu burchatkamiz natsional burchatkamiz hisoblanadi. Buni xohlasalaringiz tikka variantda qilishingiz mumkin. Xohlasalaringiz ana shunday rombik variantda terish mumkin. Buni ham narxi 37,5 ming so'mdan. Xohlagan rangingizdan xohlasangiz, oq rangdan xohlasangiz, jemchug xohlasangiz, maloshniy svetdan farq qilmaydi. Любойdan chiqartirib beraveramiz. Bu burchatkamiz Samarqand maloshniy burchatka hisoblanadi. Buni ham narxi 37 ming so'mdan. Aloqaga chiqsalaringiz kelishtirib beramiz. Bu hamma biladigan o'sha Sahara burchatkasi. Buni narxi 45 ming so'm. Buni hamma biladi, qanday, nima. Bu ham juda zo'r burchatka hisoblanadi. Bular tepadagilar arzon variant burchatkalar. Ichi chista shibyonka, mramor tosh, oqsumen, unaqa narsalari yo'q. Ularning narxi keladigan bo'lsa 28 ming so'm uchalasi ham. Qaysi biridan tanlasalaringiz telefon qilingizlar, aloqaga chiqingizlar, kelishtirib beriladi. Bu boyagi Astana maloshniy svetda, rangi kirbonni bildirmaydi, changni bildirmaydi. Darvozaxonadaysizmi, ko'chadaysizmi, bir xil. Chang-panglarni tozalasangiz bir xil ketaveradi. Buni ham narxi 37 ming so'mdan. Bu 20 ga 20 boyagi Vietnam oq rangidan. Ichi mramor tosh, oqsumen, kroshka. Buni narxi 38 ming so'm hisoblanadi. Bu yerda yana burchatkalarimizdan bor. Bular 17 ga 17 jemchug rangi, oq rangi, boyagi Sahara 45 ming so'm Sahara. 17 ga 17 narxi 38 ming so'mdan ikkalasi ham, bunisi ham. Bular ikki xil rangda tayyorlab qo'yganmiz. Million oq narxi 37 ming so'm, Aliya burchatkasi narxi 35 ming so'm. To'rtko'l burchatkasi bu ham narxi 35 ming so'm. Bular sal oldinroq variant. Bizlarda bardiyorlar, zinalar, versachilar, girdiga ramqa qiladigan bo'lsangiz, mana bular ham bardiyor hisoblanadi. Mana bular latok, любой narsadan bor. Qaysisidan necha metr qancha kerak bo'lsa agar, batafsil telefon qilsalaringiz ma'lumot beriladi.